Hizbut Tahrir adashgan firqami? Iymonning asosiy rukunlaridan biri bu Alloh barcha narsani yaratishdan oldin taqdirni belgilaganiga iymon keltirishlik. Biroq Hizbut Tahrir oqimining asoschilaridan Taqiyuddin an-Nabahoniy o'zining Shaxsiyatul Islomiyya kitobida shunday deb yozadi: insonning qilgan ishlari taqdirga taalluqli emas, taqdir ham insonning ishlariga aloqador emas. Chunki inson o'z amalida ixtiyoriga ega. Shu boisdan insonning ixtiyoriy ishlari taqdirga kirmaydi. Bu so'zlar Qur'on va payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadislari va aql idrokka ziddir. Alloh subhanahu va taala Al-Furqon surasining 2-oyatida va xalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Ma'nosi Alloh har bir narsani yaratdi va unga taqdirni belgiladi. Shuningdek, As-Soffat surasining 96-oyatida aytiladiki: Vallohu xalaqakum va ma ta'malun. Ma'nosi Alloh sizlarni ham qilgan ishlaringizni ham yaratgandir. Shuningdek, Al-Qamar surasining 49-oyatida Alloh aytadi: Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Ma'nosi biz har bir narsani taqdir bilan yaratdik. Bu oyatlardagi arab tilidagi shay so'zi har qanday maxluqot, jism va uning sifatlarini qamrab oladi. Shunday ekan, insonning ixtiyoriy amallari ham Allohning xalqidir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Hizbut Tahrir oqimi vakillarining bu aqidasi islom e'tiqodiga zid bo'lib, ular iymon rukunlaridan biri taqdirga iymonni inkor etadi. Bu esa zalolatga sabab bo'ladigan xavfli e'tiqoddir. Ixtiyoriy va g'ayri ixtiyoriy amallar ham Allohning taqdiridadir. Oyatlardagi arab tilidagi shay so'zi umumiyligi shunchaki jismlarni emas, balki Alloh yaratgan har qanday mavjudotni, jumladan bandalarning ixtiyoriy va g'ayri ixtiyoriy harakatlarini, harakat va sokinlik holatlarini, his, tuyg'u va qalb holatlarini qamrab oladi. Ya'ni bandalarning xohlagan va xohlamagan amallari ham Allohning taqdiri bilan yaralgan. Shu bilan yuqorida keltirilgan oyatlar asosida dunyoda sodir bo'ladigan hech qanday hodisa taqdirdan mustasno emas. Har bir narsa Allohning irodasi va bilimi ila ro'y beradi.